uni o'sha pul ishlashi summasi potensialiga qarab oshib boraveradi. Endi bu muvaffaqiyatni faqat qancha pul topishiga bog'lab qo'yishimiz to'g'ri emas deyman. Lekin qancha ko'p pul ishlashi uni muvaffaqiyatli deganini bildirmasligi mumkin. Lekin o'sha summaga qancha pul topsa bo'ladi degan summaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, umumiy jihatdan aytadigan bo'lsak shunaqa. Keyin o'sha o'zimda aynan 10 yil to'xtamasdan o'qigan ekanman-da. Orqaga qarasam, o'sha 2010-yilda o'qishga kirgan bo'lsam, 2010-14 bakalavr, undan keyin 2 yil magistratura, 2016-18 yana bu yoqda 2 yil MBA o'qib turib, keyin 2,5 yil, jami 10,5 yil. 10,5 yil orasi deyarli ofisda ish ishlamaganman. Ko'chada mana bunaqa ishlar qilib yurgan, lekin oylik oladigan ish ishlamaganman-da. Lekin hozir qarab o'ylaydigan bo'lsam, mana shu 10 yil o'qigan vaqtimda topishim mumkin bo'lgan O'zbekistonda yoki umuman ishlab topishim mumkin bo'lgan pulimni o'sha birinchi yil ofisga kirganimda ishlab topganman-da. Bu degani o'sha inson qanchalik o'ziga investitsiya qilib o'rgansa, qachondir u o'zini mevasini beradi. O'sha qarang, o'sha nimaga buni aytyapman? O'sha yil 2016-yilda bu yoqqa kelishim hali aniq bo'lmay turgan vaqtida bir suhbatga bordim, sudyaning yordamchisiga Farg'ona shahriga bordim. O'sha paytda sudyalar bilsiz, ikkita yordamchi oladi. Bitta oylikka yarim stavkada ikkita odam oladi-da. O'sha paytda oylik hajmi ko'p-da. Ish hajmi ko'p, lekin men endi bilaman. Oylik kamda 800 ming so'mda oylik, o'sha 400 ming so'm oylik uchun suhbatga borganman. Qo'limda bakalavr, magistr diplomi o'tiribman. Kutasiz dedi. Haligi odamni suhbat qilishim kerak bo'lgan odamni 1 soatcha kutdim. Keyin o'zimga o'zim rahmim keldi. Shuncha o'qidim, shuncha harakat qildim. Nega shunaqa vaziyatga tushdim? Dedimda, keyin yana ham bir o'sha u paytda o'zi chet tilga dokument topshirib qo'yganman, kutyapman, qanaqa bo'lar ekan, nima bo'lar ekan degan shubhali vaqtlar edi-da, qiyin vaqt edi. Umuman qiyinchilik vaqti edi men uchun. Lekin o'sha voqeadan keyin qaror qilganman, bo'ldi. Demak, shu yo'q Amerika yo'q Koreyaga borib o'qiyman, bu yoqda ko'raman vaziyatni deb turib o'sha joydan hech suhbatga kirmaganman. Keyin gap olam tushmagan, qaytganman-da. Keyin o'sha yana ham o'qishda davom etganman-da. Bir yomonni, bir yaxshi tomoni bor. Hamma anoni yaxshi tomonini ko'rish kerak-da. Misol uchun o'sha yerda borib, kutmay birdaniga kirib, suhbatdan o'tib, ishdan o'tib ketganingizda, misol uchun bu yerda bo'lmagan bo'lardi, sud tizimida ishlab yurgan bo'lardi. Bu ham uni ham yomon demoqchi emasman. Yo'q. Taqdirda qarang, hayot burilishlardan iborat. Mana shu chorrahalardan burilib shu joyga yetib keldik. Endi u tarix xuddi men tarixni o'ylasam to'g'risi haligi hayotimda katta nuqtalar bo'lganda, burilish nuqtalari. Bitta voqeani aytib o'taman, shu bundan 20 yil oldin bo'lgan ekan. O'ylasam o'zimni qaridek his qilaman. 20 yil 36 ga kirgan bo'lsam, 16 yoshimda algebrani yaxshi ko'rardim. Algebrani, lekin geometriyani uncha yoqtirmasdim. Bilmadim nega. Bir kun o'sha informatika o'qituvchimiz keldi boydomla misol yozdilarda, doskaga misol yozdilarda, tinglaman. O'sha kim biladi javobini, kim yecha oladi dedi. Hech kim chiqmayapti. Keyin men yecha olaman dedim. Chiqdim. Endi o'zimcha javobini yozdim. Endi xursandman. 2 qator qilib, birinchi doskani birinchisi to'ldi, ikkinchisiga tushdim. Yozdim, keyin o'zimcha ichimda xursandman. 16 yosh bola, hozir domla maqtiydi. Zo'r qilding Iskandar desam, haligi domla bundoq qaradi-da. Iskandar dedi, sen dedi, oqayotgan daryoning ustiga uy qurmoqchi bo'lyapsan. Fundamenting yo'q dedi. Nega desam, shunaqa chiqdi. Haligi tenglamani qisqartirishlari bormi? Qisqartirish shunaqa qildi-da, bitta ikkita tengdan keyin haligini javobini chiqardi. Mana dedi. Haligi o'qituvchimni gapi shunaqangi ta'sir qildi. U butun hayotimni savol javobga qo'yadigan bo'ldi. Kimman, nima bo'lmoq kelajagimda, nima qilmoqchiman? Agar hozir men 16 shu yoshimda algebrani yaxshi bilmasam, qayoqqa qarab ketyapman degan savol meni o'ylantirdi. O'sha gapi, domlamiz o'sha gapi sabab bo'lib, keyin ijtimoiy gumanitar fanlar o'qishga o'tganman. Chunki algebradan ko'ra xotiram ham yaxshi edi. O'sha tarixga qiziqardim, adabiyot, kitob o'qishga qiziqardim. Shuning uchun ijtimoiy gumanitar fanlar sohasiga o'tganman. Mana shu o'zgarishdan keyin hayotim tubdan o'zgarib ketdi. Mana shu ijtimoiy gumanitarga o'tib, keyin yuridik universitetga kirib, boshqa bu yoqqa kelib, hozir mana shu o'qituvchimni shu aytgan gapi tufayli mana shu yerda o'tiribman desam bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchilarimiz Alloh rozi bo'lsin, juda ham odamlarning o'quvchini tarbiyasida o'qituvchining roli juda ham katta va iltimos qilgan bo'lardim o'qituvchilarimizdan har bitta gapirib turgan
gapingiz ana shu bolani taqdirini o'zgartirib yuborish kuchiga egada. Shuning uchun o'quvchilarga gapirayotganda har doim motivatsiya beradigan, yaxshi darajada gapirishsa, o'sha o'quvchi kelajakda mana shu ustozlariga rahmat deb aytgan bo'ladi. Hamma ustozlarimizga rahmat deymiz albatta. Shunday. Shunaqa voqealar bo'lgan desam qarang. Shunaqa burilish. Sizning hayotingizda ham shunaqa qanaqadir katta burilishga sababchi bo'lgan voqea bormi? Bo'lgan, endi menda ustozlardan boshladi. Yaxshi, biz ustozlardan men birinchi sinfdan ustozlarimni yaxshi eslayman-da. Birinchi sinfdan 4-sinfgacha boshlang'ich bitta ustoz bo'ladi bizda. Men 4-sinfgacha bitta maktabda o'qiganman. Men akam bilan sinfdosh bo'lganman. Mirzo Ulug'bek degan Shaharsabzdagi 95-sonli Mirzo Ulug'bek nomidagi umumiy o'rta ta'lim maktabi. Shu yerda o'qiganmiz. Yosin bo'lganmiz. Juda sinf ko'p bo'lgan. Birinchi biz olgan paytda 90-91-yillarda bizda biz 98 chiqqanmiz o'qishga, sinfga, birinchi sinfga. Juda ham ko'p bo'lgan. Bizda men 6 yosh bo'lganman, akam 7 yosh bo'lgan. O'zi 7 yoshdan boshlanadi-ku. Men olishmagan birinchi. Yosh deyishgan, keyin nima qilib ko'rishganda, keyin qabul qilishgan. Sinab ko'rib. Sinab ko'rib. Keyin men akamdan ham yaxshiroq o'qigan bo'lganman-da. Matematikadan yordam berib. Nazira Rahmatova degan sinf rahbarimiz, ustozim bo'lardi. Hozir ham hayotlar. Shu kishi o'rgatgan ko'p narsani, shu o'zlari dars vaqtida nima chalardi? Rubob chalib berardi. Birinchi 4-sinfgacha bilsangiz, hamma narsani bitta o'qituvchi o'rgatadi. Adabiyot, matematika, hamma narsa. Riyoziyot deyiladi, matematika, o'qish, ona tili. Sinf rahbari. Sinf rahbarida o'sha ko'p berganda, yaxshi yo'nalish bergan, shu matematikaga qiziqish o'shandan bo'lgan. Keyin 5-sinfdan keyin biz akam bilan birga boshqa sinfga o'tganmiz. Biz matematika, ingliz tili ixtisoslashgan sinf bo'lardi. O'shanga o'tib, keyin o'shanga o'qiganmiz. U yoqdan yana ikkita amakimning o'g'li bordi. Xullas, ular ham bizlarga o'xshab aka-uka, bir xil bizlar bilan yoshi teng. 4 tamiz bitta sinfda o'qiganmiz. 6-sinfdan boshlab to 11-sinfgacha. Keyin shu matematika, ingliz tiliga qiziqib o'qiganman-da, keyin 10-sinfdan borib, men yo'nalishda rahmatli amakim bo'lardi. Shu amakim qizlarni o'qitishga qiziqardilar-da. Juda ham qiziqardilar. 6 ta qizlari bor. Hammasini o'qitganlar-da. Shu qizlarni o'qiganini ko'rib, keyin ular bizlarning eng kichkina amakim, dadamning eng kichkina ukalari o'qigan, chetda elchi, tashqi ishlar vazirligida ishlaydi, chetda elchi bo'lganlar, chet davlatlarga ko'p chiqib kelganlar. O'shani ko'rib, bu katta amakim qizlari nima qilgan, havas qilganda, ular diplomatiya o'qiymiz deb, ular o'qigan. Keyin ular orqasidan bizlar keyin qiziqib, bizlar kichkina avlod, bizlar qiziqib 4 ta onamiz ingliz tiliga borganmiz-da. Keyin matematika, ingliz, mana shu narsa katta turtki bo'lib, o'qishga kirganmiz, o'qishga qiziqib ketganmiz. Keyin 9-sinfga borib, men keyin tarix, yuridiskiga, men yurist bo'laman, yuridiskiga o'qiyman degan nima paydo bo'lgan. Keyin o'sha uydagilar ham, amakimlar, keyin onam ayniqsa katta rol o'ynaganlar. Ingliz tarixga o'qiysan, tarixga yurist bo'lasan. Yuridiskiga kirasan. Yuridiskiga juda obro'y baland. Keyin bo'ldi yuridiskiga bo'lsa, yuridiskiga kiraman deb 10-11-sinf 2 yil tayyorlanganman. Birinchi yil borib yiqilganmiz. 2009-yil topshirganman-da, yiqilganman. Siz ham topshirgansiz menimcha 2009 ham. Men 2008, 2009, 3-yilda kirganman-da, 2 yil, 3-yilda. Xullas 2 yil men topshirib, o'sha birinchi yilda yiqilganman. Keyin onam rosa xafa bo'lganlar. Dadamga aytganlar, yordam qilsangiz bo'lmaydimi? Endi o'sha paytda imkoniyatlar bo'lardi-da. Boshqa yo'llarni oldi, test bilan nima? Keyin yo'q, qat'iy turardi. Dadam rahmatli qattiq qo'l edilar. Mana o'qisin, repetitorga borsin, xohlagancha pul beraman. Ishlamaydi chiqaydi, hech narsa mehnat qilish kerak emas. Hamma sharoit mana xohlagancha o'tirib o'qisin, lekin o'qishga pul bermayman deganlar. Juda to'g'ri qaror qilganlar. Keyin repetitorga borganman, yana bir ustozim rahmat aytaman, hali ham Yashnar aka Avloqulov dadamning sinfdoshlari. Til adabiyotdan zo'r tayyorlagan, keyin yoqda tarix, Murtazayev o'qituvchimiz bo'lardi. Keyin maktabda Muhammadiyeva bo'lardi, sinf rahbarimiz Gulnora, u yaxshi o'qitgan. Bu yoqdan keyin ingliz tiliga borganmiz, Rasulovga, Ablatipova, Azzaka Rasulov. Shular turtki bergan, keyin o'sha o'qib, keyin o'qishga kirdik.
institutga kirgandan keyin IELTSni boshlaganman, keyin ustozim Jamshid aka o'shiga borib ingliz tilini IELTSda o'sha turtki bo'lgan, u menga anonga chetga o'qishga. O'zi akani o'zi Jamshid aka Yilboyev nimada o'qigan? Koreyada Solbridge degan zo'r MBA biznes bo'yicha o'qigan. Solbridge degan zo'r universitetlardan bittasi nimada Osiyo sharqida. Shunda o'qigan akani o'zida, keyin o'shandan ilhomlanib bo'ldi Koreyada o'qiyman men ham. Yuridik bo'yicha yuridikda eng zo'ri SNU, o'sha Seoul National University bo'lgan. O'shani huquq sohasiga topshirganmiz. Aka bilan birga dokument qilib, men IELTS olib chiqqanman. Keyin o'xshamagan. Keyin bir vaqtga o'sha o'zimizga topshirganimizga magistratura o'xshagan, magistraturaga kirganman. Keyin ishga ulanib ketib, shu bilan nima tizimga ishga kirib ishlab. Lekin baribir o'sha turtki bo'lgan chetga o'qish o'sha uchun keyinchalik o'sha chetda Amerikada davom ettirish amalga oshirganman-da. Juda qiziq. Har bitta odamning o'zini hikoyasi bor-da. Har bir odamning yoshligimizda har bir yosh bola, men o'zimda boshimdan o'tgan hayot, meni hayotim, hayot boshqalar shunchaki rolini o'ynayapti degandek tasavvur qilib. Hamma o'zini markazda deb o'ylaydi. Markaz, dunyoning markazida siz bo'lasiz. Buni atamasi bor, egocentrism deydi. Egocentrik, ya'ni o'sha odam dunyoning markazida his qiladi. Va uni hayot, buni odamlarning hayoti boshqa atrofida hamma unga e'tibor berayotgandek, bu bir narsa qilsa hamma uni maqtaydi, bu bir narsa noto'g'ri qilsa hamma uni qo'li bilan ko'rsatadi. Lekin bu hayolda ko'pincha. Hamma chunki o'zi bilan, o'z hayoti bilan, o'zini yo'lida ovora. Shunday, har bitta yosh bola o'sha rivojlanayotgan vaqtida, dunyoni o'rganib turgan vaqtida shunaqa deb o'ylaydi. Keyinchalik bilsangiz, boshqa odamlarning o'zini hayoti bor, ularning o'zini tarixi bor, hikoyalari bor. Juda ham qiziqda. Hozir mana juda yaxshi suhbat bo'ldi. O'sha suhbatimizni oxiriga